o'tib ketganini bilmay sezmay qolibsan. Bugun xayr birinchi ustozim deb nomlangan tadbirimizni birgalikda ota-onalarimizga, ustozlarimizga, tengdoshlarimizga o'z iqtidorimizni, bilimimizni nima qilamiz? Namoyish etib beramiz. O'quvchilarim, sizlarga kelajakda shunday tilaklar bildirmoqchiman. Kelajakda kimning o'quvchisi va kimning farzandi degan nomga loyiq bo'lishingizni istayman. Shunday bir mehrli, odobli, bir komil inson bo'lib yetishgaysizlar. Men va ota-onangiz sizdan shunday faxrlanib yursin. Bir umr o'qituvchisini, ota-onasini hamisha el tilga olib yuradigan farzandlar bo'lib yetishingizni tilayman. Hozir maktabimizning zaliga boramiz va shu yerda o'zimizning nimalarimizni ko'rsatamiz? O'zimizning iqtidorimizni, bilimimizni she'rlar bilan, raqslar bilan ota-onalarimizga, ustozlarga ko'rsatasizlar. Sizlardan yana bir tilagim, ustozimizga tilaklaringiz bormi? Ozgina bo'lsa-da eshitib qolmi? Kimlaringizda bor? Qanday menga mana shu 4 yil mobaynida o'zingizning qalb to'rida yotgan tilaklaringiz bormi? Hozir men sezib turibman, zalda aytmasligingiz ham mumkin, Hozir mana sinfimizda hech kim yo'q. Qani menga bir tilaklaringizni bo'lsa eshiting. Mening hurmatli ustozim, menga berayotgan ta'limingizga mingdan ming rahmat. Rahmat. Yana nima bor Sofiya? Men sizni ota-onamga juda yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Barakalla. Gullala. Ustozim, siz meni hayotimda uchragan eng olim insonsiz. Rahmat. Yulduz. Ustozim, 4 yil mobaynida bizlarga ta'lim, tarbiya, bilim berganingiz uchun ming rahmat. Rahmat. Qanday ajoyib tilaklar. Ustoz, siz ota-onamdek azizsiz. Barakalla. Ustozim, men sizni ota-onamdek yaxshi ko'raman. Rahmat. Men ham sizlarni o'z farzandimdek yaxshi ko'raman. Bobur. Umringiz uzoq bo'lsin, vaqtimizga sog' bo'ling. Rahmat. Qani birdamlik ustozim. Ustoz, sizni xatlaganimiz uchun bizni kechiring. Rahmat. Kechirdim. Umar. Ustozim, menga 4 yil mobaynida bilim, tarbiya o'qitib, ta'lim, tarbiya, ilmli qidirganingiz uchun ming rahmat. Rahmat farzandlarim, rahmat o'quvchilarim. Men ham sizlardan umidim katta. Kelajakda shu umidlarni ro'yobga chiqarishga intilasizlarmi? Sizlarni mening yana bir tilagim, o'qishlaringiz yaxshi bo'lib, ana shu yo'lni saqlab, yuqori sinfga o'tganingizni ham saqlab, talaba bo'lgan vaqtingizda quvonib o'tirishni istayman. Men suyunchilab aytib turishingizni istayman. Ana shu narsa eng sizlarning hayotingizdagi eng baxtli onlaringizdan biri. Qilsa kechirdingiz, baxtimizga sog' bo'ling, baxtimizga bor bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyangu. Ko'zlar ko'radi, do'stga yozilgan arzular ko'radi, yuragim shovqin, bir kunlik xotira emas bu jonim, dutor qalbimda shirin jaranglar, xayollarim yuqoray, o'ylagim oppoq niyatim katta, bugun men uchun bir eshik ochibdi. Yillar o'tdi,
Gözler kulübesi ilk sözler Biraz ayoniden durgan bahar Ketmaydi menden bu deva boyu Gözüm ayıkken her bir nasihat Bugün yüreğimde oldun kalan Sinirler öptü sabırlar yetti Elimdeki acayip iğrençti Güzel oldu, gözler doldu Kalbim dersine yol buldu Benim oğlumda kendi ortamlar Kolumda yanlış amalar Son gün onlar o Dilekler coştu Bugünümüz bugündür Son gün onlar o Çok şaraben Ayrılacağız lakin fadırın Son gün onlar o Konuşlar Sonuç bilen aldığını kadar Son gün onlar o Şorlik bilen Başladı yeniden aramız bana Birga yurgan yo'llar unutilmas Birga aytilgan so'zlar so'nmas Ko'zlarimda yosh lekin yorug'lik Bugungi xayr boshlang'ich deb nomlangan tadbirni ochib berish uchun so'z navbatini ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Rubin Bachaposh opaga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar. Mana bu yil 2025-2026 yilda xayr boshlang'ich sinf ustozim nomli, birinchi o'qituvchim nomli tadbir bo'layapti. Bugungi mana 22-may kuni Aminova Nasiba sinf rahbari, 4-A sinf o'quvchilari bugun mana katta sinflarga o'tyapti. 5-sinfga, demak, boshlang'ich bilan xayrlashyapti. Mana o'zlaringiz bilasizlar, ko'pchilik ota-onalar kelib ko'rib o'tsizlar. Maktabga kelgan vaqtda qanday edi? Hozir qanday bolalarimizning turishi, odob axloqi, bilimi, nimalarga qodir ekanligining barchasini sababkori sinf rahbari Aminova Nasiba mehnat ko'p singan, harflarni o'rgatgan, yozishlarni o'rgatgan, tadbirlarda juda ham chiroyli qilib tayyorlab bergan. Endi mana shu bugungi xayr birinchi ustozim, o'qituvchim nomli tadbirni ochiq deb e'lon qilaman. Aminova Nasibaga ma'muriyat tomonidan katta minnatdorchilik va tashakkurnoma e'lon qilaman. Bayram ko'ngildagidek va quvonchli bo'lib o'tsin. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, kasbdoshlarim. Mening shu o'quvchilarimning ota-onalari va tengdoshlar, o'quvchilarim. Mana bizlarning bugungi xayr birinchi ustozim deb nomlangan tadbirimizni hozir birgalikda o'zlarining bilimi, iqtidori va kuch g'ayratini birgalikda sizlarga shu 4 yil mobaynida o'zlarining olgan iqtidorlarini birgalikda ko'rib guvoh bo'lasiz.
onajon, aziz ustozlar, bizlardan otashin salom, assalom. Millatim sha'nini ulug'lab muddam, borsangiz agar qay bir makonga, ochiq chehra bilan aytar bir kalom, qabul qiling bizdan otashin salom. O'zbekiston ona yurtimda jaranglasin o'zgacha kalom, vatanginam omon bo'l doim farzandigan salom, assalom. Assalomu alaykum qalbida ramga hizriya ustozlar. Bizlar uchun doimo yilib yuguradigan buvjoni bobojonlar, onajon va otajonlarimiz tadbirimizga xush kelibsiz. Xush kelibsiz go'zal yuzli onajonlar, assalom. Xush kelibsiz suyanch tog'im otajonlar, assalom. Xush kelibsiz nurchehrali ustozjonlar, assalom. Qo'limiz ko'ksimizda deymiz salom, assalom. Здравствуйте, дорогие учителя, родители и гости. Вот и пролетели мимо наши начальные годы школьной жизни. За это время мы многому научились, нашли настоящих друзей. Спасибо учителям и родителям за поддержку, заботу и доброту. I'm happy, my teacher. Thanks for everything. You make learning easy. Your lessons are Good morning, dear teachers, parents, and our lovely guests. We are so glad to welcome you to our my fifth teacher party. You are very welcome. Qalbi jo'shqin, mehri daryo, kasbi buyuk, nomi ulug' ustozlar. Assalomu alaykum. Bugungi har birinchi ustozim deb nomlangan bayram tadbirimizga tashrif buyurgan tengdoshlar. Assalomu alaykum aziz ota-onalar va mehribon buvajonlar. Salom aziz onajonlar, parvonasiz bizlarga, shodligimiz sheriflari bizday o'g'il qizlarga. Assalomu alaykum katta kichik qadrdonlar. Здравствуйте, учителя и гости, родители. Good morning, dear teachers, parents, and our lovely guests. Buni qarangki, ko'z ochib yumguncha maktab davrimizning 4 yili ham o'tib ketibdi. Ilk bor maktabga qadam qo'yganimizga ham mana 4 yil bo'libdi. Mana shu 4 yil ichida 4-A sinf o'quvchilari matematika, ona tili, o'qish, ingliz tili, rus tili to'garaklarga qatnashib, faxrli o'rinlarni olib kelishmoqda. Nurdona Sheripayeva, Aziza Aleksandrova, Sevinchar Mahmudova. Qo'ydik va Yulduz Sabirbayeva, Darma Tazabayeva, Durdona Farhodov Nurbol, Bag'abekov Azizbek. Shahriza Atamuratova, Shahla Ashirbayeva, Lobar Ashirbayeva. Umar Habibullayev, Osman Rajabboyev, Odilbek Rozimov. Maktabimizdagi to'garaklardan tashqari Ustod Iskul maktabining olimpiadalarga qatnashib, faxrli 2-3 o'rinlarni olib kelishmoqdalar. Endi navbatni bizni 4 yil mobaynida o'qitib, ta'lim-tarbiya bergan ustozimiz haqida she'rlarga beramiz. Ustoz deganimda bilim izlayman, gar bilimni bilmasam yig'lab ko'zlayman, yumuq ko'zlarimni ochgansiz darhol, bilim o'rgatib bizni quchgansiz har on. Ustozimiz shahrimiz, bizning oltin taxtimiz, boshimizga bo'ltoj, bizga bo'lar madorga. Ta'lim ber maktabda o'qishni o'rgatadi, yoshni o'rgatadi, bilimni xo'p beradi, ilmni qildiradi. Ustoz dili bahorim, buloqday beg'uborim, ishongan suyanch tog'im, omon bo'ling ustozim. Aqlimizga nur ziyo, mehribon badorchiyo, berinchlar tarbiya, omon bo'ling ustozim. Birinchi ustozim mehribon inson, ilm yo'lini ochdingiz menga har on, qo'limda tutib siz berdingiz saboq, yuragimda qoldingiz doimo porloq. Qushlar qanoti bilan qiladi parvoz, o'quvchiga qanot beradi ustoz, shuning uchun ustoz aziz qadrli jon bilan tinglaymiz har bir gapini. Mashhur bo'laman desang, obro' topaman desang, odam bo'laman desang, ustozingdan duo ol. Qo'lingga qalam tutgan, senga nasihat qilgan, tarbiya, ta'lim bergan ustozingdan duo ol. Xabar qilib qo'ydik, endi kech bila bildik, bendini ta'lim oldik, mana bilimdan zukko bo'ldik. Ustoz deganimda bilim izlayman, gar bilimni bilmasam yig'lab ko'zlayman, yumuq ko'zlarimni ochgansiz darhol, bilim o'rgatib bizni quchgansiz har on. Mehnatingiz oltinlarga teng, qalbingiz osmon qadar teng, doim ota-onamdek mehr berdingiz, bizni farzandingizdek ko'rdingiz. Xuddi onadek mehr berar, beminnat ta'limlar berar, o'zi xafa bizni shod etar, jondan aziz ustozim.
Ustoz deganda bilim izlayman, agar bilmasam nima bo'laman. Qalam tutib qo'limga ilk bor yozuv chizuv o'rgatgan ustoz. Eslaymiz biz sizni ko'p bor ta'lim bergan birinchi ustoz. Behuda ketmadi qilgan mehnatlar siz uchun yaralsin bari rohatlar. O'quvchiman sizga go'yo farzandlar, jon fido aylagan birinchi ustoz. Bizni yetaklagan kamolat sari bilim berganida ketmagin nari. Aylanar haqiqat bularning bari, bilimlar chashmasi birinchi ustoz. Her tarafına saygı. Kaldırmaç, qayga shoshasam, chug'urlaysan, neden xafasan? Ey qaldirg'och, qayga shoshasam, chug'urlaysan, neden xafasan? Ayvoniga inson yanqushni kutgan elni qaydan topasan? Bunday elni qaydan topasan? Diningdan xas tushsa aylar, o'z o'rniga qo'yadi joylar. Diningdan xas tushsa aylar, o'z o'rniga qo'yadi joylar. Talaboning uchishini qo'ylab turgan elni qaydan topasan? Bunday elni qaydan topasan? Ey qaldirg'och, ey qaldirg'och, bunday yurtga bag'ringni och. Ey qaldirg'och, ey qaldirg'och, bunday elga bag'ringni och. Bu bir elki bag'ri keng xotam, yetti bo'lcha tashlaydi qadam. Bo'lsa hamki dilida ming g'am, kulgan elni qaydan topasan? Bo'lsa hamki dilida ming g'am, kulgan elni qaydan topasan? Bunday elni qaydan topasan? Ey qaldirg'och, ey qaldirg'och, bunday yurtga bag'ringni och. Ey qaldirg'och, ey qaldirg'och, bunday elga bag'ringni och. Onda bo'lsa qorni bo'lakdek, bir kun bo'lar menga tirgakdek. Eltinchiga o'g'lon kerakdek, tuqqan elni qaydan topasan? Kelmay qolsa uyiga mehmon, joni xarak yugurar har yon. Tush sayrasa tunda turnon, yopgan elni qaydan topasan? Bunday elni qaydan topasan? Ey qaldirg'och, ey qaldirg'och,
qaldirg'och bunday yurtga bag'ring och ey qaldirg'och bunday elga bag'ring och ey qaldirg'och qayga shoshasan ey qaldirg'och qayga shoshasan qayga shoshasan Şimdi
şıkıracak Sesler bırak yumuşak Dileğim şıkıracak Çengel bulasın çengel Asmana gelemeyek Çengel bulasın çengel Asmana gelemeyek Taştan çıkan seslere Oynam tüyden mesele Taştan çıkan seslere Oynam tüyden mesele Oyunların en zoru hem Hakikası kumşi Ne yaparsa kulakı dikey Öte gide şumşi Kumşi kumşi Hakikası kumşi 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 Öte gide şumşi Kumşi kumşi Hakikası kumşi 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 Öte gide şumşi Ağzına çayı, oyunu bu kakapat. Ağzına çayı, oyunu bu kakapat. Kızılı bayramı, oyunu bu kakapat.
успехов! Алисе, Вика, Оливка, Сердце дарит любовь. Кто может быть дорогие учителя? С праздником вас, дорогие учителя! Dust yourself off and get in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you forget up, if you forget up, tell me that's what I'm telling you what, 'cause this is Africa. It's time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, your way of lining up is what's over. People are raising their expectations, but what I'm feeling, this is your only no hesitation. Today's your day, I feel it. Pave the way, believe it. If you get down, get up, if you get down, get up, hey. It's time for Africa. Waka waka, hey, hey. It's time for Africa. It's time for Africa. Endi navbatni onalar haqidagi she'rlarga beramiz. Onam dunyodir, mehr to'la daryodir, zimistonda yo'limga nur to'shagan ziyodir. Mening onam bir daraxt, jannat poyidagi taxt. Bu tinch bo'lgan vatanda onam omad, onam baxt. Avvalo assalom sizga onajon, hayotda keragim keraksiz har on. Sizga fido bo'lsin tanamdagi jon, ilohim minglarga kiring onajon. Sizni jahlingiz ham shirin tuyular, sizday inson yilda bir marta kelar. Sizga farzandligim faxrlar berar, ilohim minglarga kiring onajon. Onajonim yo'ldari quyosh misli portlaydi, go'zal shira allalar meni o'zimga chorlaydi. Dunyoda mehribon, mehri daryoyim, jannatim siz mening mehri bulog'im. Onajonim mening nurli quyoshim, siz mening hayotim, hayot bulog'im. Siz mening uyimning farishtasiz, suyukli o'g'lingiz qalb rishtasiz. Sizga deb she'r yozdim, daryoday toshib, ushbu satrlarga qalbimni ochib. Onajonim baxtimga sog' omon bo'ling, qilgan mehnatingiz rohatin ko'ring. Albatta she'r yozish shoirning ishi, biz esa oddiy bir havaskor kishi. O'zi yomon yetirgan onam hayotimda eng oliy odam. Bolam deya qayg'urar harzam, ayting qayda bor bunday odam. Tunlari uyqusiz bedor oqsut berib o'stirgan onam. Bolam deya bo'ladi bemor, ayting qayda bor bunday odam. Ona bor hayotda yashash boshqacha, onaning ta'rifi yo'q, mehri boshqacha, kirsa ham hatto 97 yoshgacha. Yashaydi onamiz biz
sizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasi qolgan to'ymay yig'lab, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onamiz umriga umr tilayman, bir umr tugamas baxt so'rayman. Onasi qolgan to'ymay yig'lab, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onamiz umriga umr tilayman, bir umr tugamas baxt so'rayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman, ona bor hayotda yashash boshqacha. Oqshom quchib bola beshigini ona qalbi bo'linadi dunyolarga farishtalar oching jannat eshigini tobongacha alla aytgan onalarga onalarni ranjitganni bahrim qiling tunsiz deb bedor o'tgan qadr biling poyim o'pib ta'zim qiling tobongacha alla aytgan onalarga yuragida dard oshkor qilmas bolam bolam deb bolam bolam jannatim onam g'am ko'rmasin dedingiz bolam boringizga shukur bolam qoningizni xizmatida o'tkazing har oningizni qo'llariga tutqazinglar joningizni tobongacha alla aytgan onalarga Menga oq sut bergan qalbi yuksak onam bor edilar. Ular hatto men uchun vatandan tashqariga ketishga ham rozi bo'ldilar. Yuzimga nur sochgan quyoshim onam, qalbimga nur sochgan quvonchim onam, dard cheksam bolam
tashvishlardan, g'iybat mishmishlardan, yuring aylanamiz olib beray zo'r ro'mollardan, to'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan, boy bo'lsangiz bas kechdim bu yomon dunyolardan.
Babalarımız ham ustozlarımız haqida shunday degan ekan: haq yo'lida kimsang gapirib harf o'rgatmish, ranj ila aylamak bilmas ado uning haqqini yuzgan ila. Alisher Navoiy. Jahonda bo'lmasa muallim agar hayot ham bo'lmasa bu qadar go'zal Abdurahmon Jomiy. O'quv qoida bo'lsa ulug'lik bo'lur, bilim qoida bo'lsa buyuklik bo'lur. Yusuf Hojib. Ilmdan yaxshiroq xazina bo'lmas, qo'lingdan kelguncha tera olsang bas. Do'stingni kulgani, siringga bilgani. Amir Temur. Qayg'urasiz, biz uchun yonib kuyib so'ylaysiz, savobingiz toplarga mehr ila joylaysiz. Azal yaratgan Xudo, ilmu fanga tan fido, ustazdir u, sohibiga kechib goho, o'z kasbiga qilib vafo, ustazdir u. Yo'g'iga ham qilib ketgan, boriga shukr etgan ustazdir u. Yosh boladay yayrab ketar, o'quvchidan umid kutar ustazdir u. Ustoz aziz, muqaddasdir, oliyjanobdir, shubhasiz, ona zamin kabidirsiz, siz ham ulug', siz ham aziz, ustoz aziz, murabbiy aziz. Ustoz aziz, muqaddasdir, oliyjanob, ey umidsiz, ona zamin kabidirken, ustozimiz yosh shoirdir, ustoz aziz, murabbiy aziz.
Aziz o'quvchilarim, sizlar bir ko'rib, mening boshqacha bo'lib ketdi. Xudo xolasa 5-sinfga qadam qo'yadigan ekansizlar. Men shu maktabda bo'laman. Albatta, mana shu menda 4 yil o'qigan bo'lsanglar,
Şu 5-6 yılda ham şu darajalik saqlab bilgaysizlar. Şu o'qituvchilarimizga, maktabimizdagi o'qituvchilarning obro'sini ko'tarishga, ota-onamizning ishonchini oqlashga so'z berasizlarmi? Men albatta sizlarga ishonaman. Albatta ota-onangizga mehrli, oqibatli, sodiq inson, komil inson bo'lishga harakat qilasizlar. Endi men sizlarga shu 4 yil mobaynida o'qib, bilim olib, ta'lim tarbiya olganimiz haqida sizlarni maktab ma'muriyati tomonidan taqdirlanasizlar va mening shu darajagacha, sizlarning shu darajangizgacha yetishib kelishingizga sizlarning ortingizga kimlar turibdi, bilasizmi? Barakallah. Ota-onangiz turibdi. Men shu sizlarning ota-onalaringiz bilan faxrlanaman. Shu ota-onalaringiz bilan men shu yergacha keldim. Hurmatli ota-onalar, sizlarga katta rahmat aytaman. Mana shunday farzandlar yetishtirib berganlaringizga, shunday mehrli qizlarni, bir odobli qizlarni yetishtirib berganingizga sizlarga katta rahmat aytaman. Mening o'g'illarim ham, o'g'il bolalarim ham shunday tarbiyali. Ko'rdingiz, opalarni qanday hurmat etadi. Shuning uchun bundan keyin ham shu maktabda yurgan vaqtimda hamisha shu bir yog'imda turaman, xudo xolasa. Shu yerda yurar ekanman, bir yog'imizda men borman. Toki 11-sinfni bitirib ketganingizcha shu yerdaman. Endi siz navbatini maktabimiz ma'naviy malaka ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Chilpasha opaga beramiz. Ota-onalar, aziz ustozlar, mana ko'rdik. Hozir bolalarımızın bir sinfga kelganda qanday edi, hozir qanday holatda. Buning hammasini tagida mehnat yotibdi, mehnat Aminova Nasibaniki. Tabriklayman shu darajaga yetilganiga, klassing aktiv tadbirlarda bo'lsin, bilim darajasi bo'lsin. Hamma ahvol qanday tadbir desa, darrov mehribonlikni tayyorlab beradi. Va haqiqatdan aytish kerak. Yaxshi, mana shunday bolalar tarbiyalashda ota-onaning roli katta. Maktabda 6 soat bo'ladi, qolgan vaqtda uyda bo'ladi. Yani ota bu aytadi, bu qush uyasida ko'rganini qiladi degandek, mana Ibragimova Mohinurning jonkuyar onasi. Kimga? Ibragimova Mohinurning. Ona Mohinurning o'zi. O'zimi? Ha, ki Ibragimova. Onalari. Onalari. Masharipova Muniraning onasi, jonkuyar ona. Munirani o'zi onalari. Ha, ona. Rasmga chiqsa. Yaxshi, ona bor. Tabriklayman. Sazabayeva ki. Yana Xo'janova Rayhon. Yana Xudoyberdiyeva va Shukurjon. Avizimbiyetova Nigora. Yana Qurbonboyeva Sanobar. Atabayeva Mavluda. Yusuf va Zuhra. Yaxshi aytib bo'ladi. Qilmalaka. Bir Canova
O'zniki, ikkalasi. Sardoski. Yenang, nima Ye, sarma, ne? Alımbayeva. Mahfuze dedi. Mahfuze. Alımbayeva Mevliyenova Şahla. Mevliyenova. Şahla dedi. Ay sen neyse. Gel olmaz. Git. Yergaşova Roza. Kolum ver. Yergaş. Abdullayeva Leyla. Allah şarkı yazaklarını bu ne? Hadi Layla yok benim. Muhammed ve Sveta. Света git. Yengebayeva Menzure. Gülmira dedi. Emiyet var. Emiyet var. Tursunbayeva Eside. Ribirgenova Şahbazan. Evet. Rimova Nadire. Rimova Nadire. Kerimo Adalet. Kara. Şerif ve Gülmire. Şerif ve Gülmire. Şiit ve Melahat. O'zlaringizning faxriyorliklaringizni beramiz. Birinchi navbatda sizlarni voyaga yetkazgan onalaringizni birinchi mukofotlab oldik. Faxriyorlik. Birinchi navbatda qayerda bo'lsa ham onani birinchi o'ringa qo'yamiz, shundaymi? Ha, barakallah. Shu onalaringizning arkasidan sizlar ana shunday kamol topib, shunday voyaga yetdingiz. Endi o'quvchilarimizni tabriklash uchun Jumaniyazova Mehribonni beramiz. Ota-onalar, ustozlar, mana farzandlaringizni shunday yutuqlari bilan tabriklayman. Allohim shu farzandlarni bizning elimizda sog' yurgaysizlar. Sizlardan shu sizlar tarbiyalagan, mana ustozi tarbiyalagan farzandlarimiz kelajakda shu Ka'baga ehson etuvchi saxiy boylardan bo'lsin Xudoyim. Shu bolalarimizning baxtidan sog' yurgaysizlar. Hamma shu bolalarga da tilagimiz kelajakda shu ustozimizning yuzini yerga qaratmay, o'qishlarga kirib, bilimdon bo'lib, yaxshi natijalarni ko'rsatgaysizlar. Hozir bilan o'tirib tadbirni tomosha etdik. Juda ajoyib. Hammangizga shu etgan minnatlaringiz uchun hozir taqdirlaymiz. Bu bayramning bunday go'zal bo'lishini, chiroyli bo'lishini ota-onalarimizning mehnati juda katta. Sizlar mehnat etib bizlarga yordam bermasanglar, tadbir hech qachon chiroyli bo'lmaydi. Sizlar orqali shunday yaxshi natijalarga ustozni erishib turibdi. Buning uchun ota-onalarga katta rahmatlar aytamiz. Shu bolalaringizning, farzandlaringizning rohatini, ahtiqlaringizning rohatini ko'ringlarni. Bujonlar bor, otalar bor. Hammangizga kelajakda sog'lik tilaymiz. Shu farzandlaringizning hamma vaqt yaxshi kunlarini ko'rgaysizlar.
Hamma sog' bo'lgaysizlar, salomat bo'lgaysizlar. Shu bolalarimizning eng yaxshi, eng martabali kunlarini ko'rgaysizlar. Hozir bularning etgan minnatlarini sizlarning orqangizdan shunday natijaga erishdilar. Birma-bir taqdirlab chiqamiz. Bunun arkasında birinchi sinfdan sizlarga qalam berib, yo'l ko'rsatib o'qitgan ustozimiz Aminova Nasiba opamga katta rahmatlar aytamiz. Mana boshlang'ich sinfdan yesini bitkazib, katta sinfga o'tyapsizlar. Oqishlik parvoz etib, kelajakda eng yaxshi insonlar, eng yetuk insonlardan biri bo'lishingizni tilayman. Tabriklayman, bayramlaringiz bilan. Sherbayeva Durdona. Faxriyorlar. Siz yil davomida bilim olishga bo'lgan yuksak intilganingiz, mas'uliyatli, bilimdon, yondoshuvchi hamda barcha fanlardan a'lo darajada o'qiganligingiz va sizda namunali xulqingiz uchun sizga eng yil bilimdoni degan faxriyorlik bilan taqdirlaymiz. Ashirboyeva Shahla. 4 yil davomida matematika fanidan a'lo bahoga o'qiganligi, darslardagi faolligi, namunali xulqi, mas'uliyati va ilmga bo'lgan intilishi bilan sinf jamoasi nomidan taqdirlanadi. Adambayeva Sevinchak. Bu ham shunday faxriyorlik, yil davomida barcha fanlardan mas'uliyatli va ilmga bo'lgan ishtiyoqi bilan sinf jamoasi nomidan taqdirlanadi. Rajabbayev Usmon. Rajabbayev Usmon matematika fanidan a'lo bahoga o'qiganligi sinf jamoasi nomidan tabriklaymiz. Habibullayev Umar. 4 chorak davomida matematika fanidan a'lo baholarga o'qiganligi va sinf jamoasida nominali bo'lganligi bilan taqdirlanadi. To'xtabayeva Maftunaxon. 4 chorak davomida ona tili fanidan a'lo baholarga o'qiganligi va namunali xulqi uchun taqdirlanadi. Ashirboyeva Lobat. 4 chorak davomida ona tili fanidan chiroyli yozganligi va sinf jamoasi nomidan namunali xulqi uchun taqdirlanadi. Qurbonboyev Jamshid. Qurbonboyev Jamshid 4 chorak davomida ona tili fanidan chiroyli yozganligi va sinf jamoasi nomidan namunali xulqi bilan taqdirlanadi. Tabriklaymiz. Polvonov Bahoray. 4 chorak davomida ona tili fanidan chiroyli yozganligi va sinf jamoasi nomidan taqdirlanadi. Tabriklaymiz. Bag'bekov Azizbek. Ana, bu ham ketdi, o'zimda yo'q deb o'ylab edim bu odamimiz. O'qish fanidan, o'qish savodxonligi fanidan sinf jamoasi nomidan tabriklaymiz bolam. Ro'ziyeva Qadilbek. Bo'larma o'ylamovdi-da, u menga beradi deb. 4 chorak davomida o'qish savodxonligi fanidan sinf jamoasi nomidan taqdirlanadi. Rashidov Qadilbek. 4 chorak davomida o'qish savodxonligi fanidan sinf jamoasi tomonidan taqdirlanadi. Madadboyev Abdullah. Bu o'quvchimiz 1-sinfda ko'rdinglar, kelgan
o'qigan vaqtimda umuman o'qish, yozishni umuman bilmaydigan edi. O'quvchilar ayting. Abdulla qanday zafarlarga erishdi? Qarang, bizning sinfda kunda kelib, har kun keladi, bir kun ham qolmaydi. Shunday yozuvlari chiroyli bo'lib ketdi. O'qishda ham endi o'rganyapti. Sinf jamoasi nomidan taqdirlaymiz. Aleksandr va Azizam. Bu o'quvchimiz yil bilim doni faxriy yorliq unvoni bilan taqdirlanadi barcha fanlarda. Farhadim Nurbol. Farhadim Nurbol yil bilim doni faxriy yorlig'i bilan barcha fanlardan taqdirlanadi. Atamurod va Shahruza. Atamurod va Shahruza barcha fanlardan yil bilim doni faxriy yorlig'i bilan tabriklaymiz. Farhad va Jasmina. Farhad va Jasmina yil bilim doni faxriy unvoni bilan taqdirlanadi. Qadir va Gulola. Qadir va Gulola yil bilim doni faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Mahmudov Amirxon. Mahmudov Amirxon yil bilim doni faxriy yorlig'i bilan va o'zining iqtidori bilan taqdirlanadi. Texnologiya darslarida shunday bir ixtirolar yaratib o'tiradi bu o'quvchimiz. O'zining bilimdonligi va tartibi namunali xulqi bilan taqdirlanadi. Maqsudov Saidbek. Maqsudov Saidbek yil bilimdoni va namunali xulqi barcha fanlardan o'zining bilimlari bilan taqdirlanadi. Yil bilimdoni. Mahmud va Sevinchay. Bu o'quvchimiz olimpiadalarga qatnashib, faxrli 2-o'rinlarda olib matematikadan yil bilimdoni faxriy unvoni bilan taqdirlanadi. Nuraddinova Asalay. Nuraddinova Asalay qizimiz olimpiadalarga qatnashib, ingliz tili fanidan faxrli o'rinlarga ega bo'lib, yil bilimdoni bilan taqdirlanadi. Quvandinova Yulduz. Quvandinova Yulduz qizimiz yil bilimdoni faxriy yorlig'i bilan barcha fanlardan va namunali xulqi uchun taqdirlanadi. Sherikbayeva Diana. Sherikbayeva Diana yil bilimdoni faxriy yorlig'i bilan barcha fanlardan va namunali xulqi uchun taqdirlanadi. To'xtabayeva Durdona. To'xtabayeva Maftuna. Ne? Durdona. Tazabayeva Durdona. Yil bilimdoni faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Tabriklaymiz. Sabirbayeva Danaxon. Sabirbayeva Danaxon qizimiz yil bilimdoni faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi barcha fanlarda. Oxirgi o'quvchimiz Rustamova Sohiba. Faxriy yorliq yil bilimdoni Rustam va Sohiba barcha fanlardan va to'garaklarga faol qatnashganligi uchun, namunali xulqi uchun taqdirlanadi. Hammaga beribdimi? Qani? O'quvchilar o'zlaringizning bilimingizni, iqtidoringizni ko'rsatib, yaxshi natijalarga erishdim deb o'ylaysizmi? Ha! Rahmat, barakalla. Hurmatli ota-onalar, mana shunday 4 yil mobaynida savodxonlik bayramini o'tkazdik. Shunday bayramlarni o'tkazdik. Barchasini a'lo darajada qatnashib berganligi uchun shu o'quvchilarimga, qolaversa sizlarga, ota-onalarga rahmat aytaman. Bugungi bizning xayr boshlang'ich, xayr birinchi ustozim deb nomlangan tadbirimiz shu bilan nihoyasiga yetdi deb o'ylayman. Va izini yana nima qilamiz? Davom ettiramizmi? Rahmat hammangizga qatnashganlaringiz uchun.
Thank you.